Ha, yaxshi, yaxshi. Bo'lmadi, mana bunda. Ko'rdingmi? Ha. Qo'lingni egiz keta. Qara, mana bunda. Qara. Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha. Qo'lingni egiz keta. Yaxshi, yaxshi. Ha. Bo'ldi endi. Hammalar çembere şekilde oturunlar. Hazırmış oturunlar. Çembere şekilde oturunlar. Çembere şekilde. Böyle otur. Hazır. Özara musabık düşsüler. Meydanı düşünü kalaydıqanlar. Kol götürünler. Qaysalar düşsüler. Elşir, sen düşe. Kim bilen musabık kılışını kalaysa. Özden tallı bakın. Heh, bırak. Dikkat. Başladı. Oldu, sen dur. Ha, dikkat. Başladı. Gayret kıl bana, gayret kıl. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi. Salom. Tushinglar. Endi. Ha, sen. Yaraysan o'g'lim. Sen. Ishkima turinglar. Dikkat. Başladı. Çıkmalı uzun bu piken abla. Rast etsiz. Pek uzun bo'pti, ha? Buni lekin ko'proq bozor aylanmaydi. Bo'ladi, qizim. Lekinchi darslaringizni vaqtida takror qilasiz. Bugun ishingizga ta'sir yetib qolmaydi. O'chaqda chiqamaymiz-mi? Bo'la o'g'lim. Nimaga o'ng'i qilib tursa? O uyda ochomni saqlab o'tdim. Opam bizni bekat saqlab qolgan. Birdim saqlayluchu. Opam bek saqlab ketdi, mana o'g'lim, mana. O uyda ochomni sizga tunishtirib qo'ygim bor edi. Kerak etin tunishtirib qo'y. Abida? Apa, do'stimdan kelishib kelay. Men kirgiztiray, ha? Dillar, yaxshimsan? Yaxshi, Bu yerda turibsan. Bo'la, lift keldi. Bo'la.
cho'qim hiliqqa olib qo'yishning. Men opirib beraymi, dada? Ha, ma'qul. Opirib bergin. Hada, bu sizning qo'l yog'liqingizmi? Shundoq. Tushib qopti-da. Rahmat senga o'g'lim. Arzimaydi. Yaqindan buyon nima ishlar bilan aldirashib yuribsan? Hiliq do'sting bilan ko'rishib turatamsan. U ajrashib ketdim deb yolg'on so'zlab ekan. Ammo u meni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligini, agar uning bilan to'y qilishga qo'shilsam, ayollar ajrashib ketadiganligini aytdi. Undaqda qanday qilmoqchisan? Qanday qilatdim? Mening yana bir oilani vayron qilg'im yo'q. Uning uchiq qilib, bundan keyin aralashmaydiganligimni aytdim. Yeni bir oila deganing nimasi? Men tushunmayli qilyapman-ku. Burunmi shunday qilgan eding? Yo'q, demakchi bo'g'inim o'zimning oilasini deyman. Men ajrashib ketgan emasman. Mundaq degina, men taxi seni kimlarning oilasini buzib yuradigan deb o'ylab qopdiman. Ay, chaqchaq qilmasangchi. Adash, sana deydigan gapim bor edi. Ne bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Meni jiddiylashtirmay tezroq degina. Men nima desam bo'la? Erkin u o'g'lonlarning xatni to'yini qilmoqchi bo'lib yetibdi. Nima? Qachon qiladi ekan? Buni senga kim dedi? Men Erkinni oldin xatni uchirtib qoldim. U shundoq dedi. Bu xabarni anglab, sen demay desam, faqatli ko'nglim o'nimida adash. Erkin qandoq turibdi? Meni so'rdimi? Nimoch qilasan uningga? So'rang bo'p qolmagan yana. Seni so'ragan bo'lsa, sen allaqachon degan bo'lar edim. Uning ko'nglida yana o'rnim bormikin deb o'ylab qolgan o'xshamamsan? Bundaq desam xafa qolma. Agar u seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, boshqadan to'y qilib bolalik bo'larmidi? Bolangning gapini qilyapsam, nima odamning zarrasini qaytib yana shu Erkinning gapini qilasan? Bo'ldi. So'ramagan bo'lay. Sen meni bolasini o'ylamaydi demsan. Buni o'zimdan boshqa hech kim tushunmaydi. Qani degina, bolamning o'z onasi turib, uning xatni to'yiga qatnashamsan. Menga buningdan ortiq azob bormi? Yig'ilma jinim do'stim. Anglasang, azobimni halg'ini beratdim. Ko'nglimni yerim qilma. O'g'lonning to'yini cho'qim ko'ralaysan. Bu nima deganing do'stim? Sen meni yuzingga chumbal tortib to'yga va'da otmaydigansan. Ular meni ko'rib qolsa, qanday qilaman? Hey ahmoq, men seni ular bilan ko'rishga bor demadim. Balaning to'yini ko'gil borsan da'vatdaman. Sen xotirjam bo'l. Men restoranga berib hammani ko'rib keldim. Sen to'yini boshdan oxir ko'rishga kapolatlik qilaman. Rasmi? Albatta.
Salam savaqdaşlar, o'ltiringlar. Ta'tilni yaxshi o'tkazdinglarmi? Ta'tillik topshiriqlarni ishladinglarmi? Ha, yaxshi. Men sizlarga ta'til jarayonida o'zingizlarga eng cho'nqur ta'sir qoldirgan biror ish, biror shaxs haqida bir parcha maqola yozib kelinglar degan edim. Yozib keldinglarmi? Amsa, qani qaysinglar o'qib baqsizlar? Qaraganda hammanglar yaxshi yozib kelgan o'xshaysizlar. Go'zalay, siz o'qib beqing. Yezig'i muhabbat. Men ta'til jarayonida Qumulga berib bir oy turdim. Qumulda nurg'un urug' tuqqanlarimiz bor. Men bu qitim u yerga berib nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldim. Qumulning Astana degan yezida buvam momamlar bo'lg'ashqa ko'pincha vaqtimni shu yerda o'tkazdim. Bu jarayonda men yezining suzuk suvlariga, ko'k-ko'k dengizdek ko'z yetkisiz etizliqlariga, sap havosiga, shundaqla top-top yaylab yurgan qo'y kallalarga mabdun bo'ldim. Undan başqa u yerda yana yangi do'stga erishdim. Ularning samimiy, muloyim ham ishchanligi meni hayron qoldirdi. Men o'zim yashayotgan shahar bilan bu yerning intayin cho'ng farqlanganligini his qildim. Men ba'zi tavaqdoshlarimning yezdan kelgan odamlarni ko'chada ko'rib qolsa, ularga boshqacha nazarda qarayotganligini, ularni kamsitadigan ba'zi gap so'zlarni qilayotganligini ko'rgan. Men shuni his qildimki, biz sahra kishilarini tushunmaydi ekanmiz. Ular haqiqatan oq ko'ngil, samimiy va keng qo'rsoq ekan. Men qaytadigan chaqda boshqasini demasam-mu, yezining sap havosini og'ish kagili bo'ladigan bo'lsa, bizning mushu istida qaplab muhiti bulg'angan shahrimizga sovg'a qilgan bo'lardim. Shu chaqdalar odamning nafsi qanmaydigan eng sap, eng suzuk havodan hammaylan tang dahr olgan bo'lardik. Nayt yaxshi yezibsiz, o'ltiring. Endi biz Alishirning maqolasini anglab boqayli. Alishir, Mening ocham. Bizning uyda dadam, opam, men va ukam to'ytimiz bor. Meni eng yaxshi ko'radigan, menga kuyinadigan odam faqat dadam. Ammo dadam sirtda ishlagachga, uning bilan birga bo'ladigan vaqtlarim nihoyatda oz. Opam bo'lsa o'gay. U ukamni jinidanmi eziz ko'radi. Men uning dadamning oldida menga kuyingan bo'lib yasanmani qilishlarini ko'rishga bek o'ch. Ukam bo'lsa yig'lashdan boshqani bilmaydi. Mana bu mening oilam. Men o'z opamni bilmayman. Men uningdan ayrilgan chog'imda aran 1,5 yoshda ekanman. Shunga uning simasini faqatla eslayolmayman. Men doim tushlarimda opamni ko'raman. Ammo chiroyini har qancha qilibmi aniq ko'ramayman. Tushlarimdan uyg'ongan chog'imda opamni sog'inib yig'layman. Ammo uni ko'rishga omadim yo'q. Chunki u bizdan nihoyatda yiroq joyda ekan. Men 2 oyning oldida bir ojash bilan tanishib qoldim. Uning ismi Abida bo'lib, bek muloyim, bek chiqishqoq. U menga xuddi o'z qarindishidek muomala qiladi, menga kuyinadi, g'amxo'rlik qiladi. Uni ko'rgan chog'imda xuddi o'z opamni ko'rgandek hissiyotga kelaman. Har qitim Abida ochamni ko'rgan chog'imda ana shu esimga ololmagan opam ko'z oldimda namoyon bo'lgandek. U mening beshimni singan chog'da mehribon opamning hidini qurgandek. Uni illiq chiroyidan o'zimning baxtini, xushalligini ko'rgandek bo'laman. Men uningga bek amroq. U mening o'z ocham bu qolgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-ya? savaqdoshlar, hammanglarning maqolasini anglash uchun bir muncha vaqt ketgidek. Shunga hammanglar daftaringlarni yig'ib menga bersanglar, o'zim bir-birlab o'qib chiqay. Endi darsimizni boshlaylik. Kitobinglarni ichinglar. Qo'lda shumtirib yezig'i borman deganimni. Bo'ldilar, madikan kirib boqaylikchi. Shu muhim ishim chiqib qoldi.
Bağımsan fakat bulmaz mı? Enimning to'yi bo'lmagan bo'lsa bormaydim. Bormasam faqat bo'lmaydi degani. Obidacha! Alishir, darsdan tushdingmi? Uyga qaytmabsan-ku. Sizni saqlayotdim. Bugun bekli xo'shalg'isan. Bir omad pa o'xshamamdi. Ha, yana 5 kundan keyin mening xatni to'yim bo'ladi. Shundaqmi? Davlat bayrami kuni ekanda, muborak bo'lsin. Acha, men sizni to'yimga taklif qilsam boramsiz. Faqat qani? Bo'g'oq yozmasam bo'lmamsiz. Men to'g'ri o'z o'g'zim bilan desam, yo'qshular mumkin topganman. Bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Menga to'ylarga berib baxmagan. Shundaqdimi mo'yim ishim chiqib qolsin. Chiqim baraman. Rahmat acha. Siz mening birdim mehmonim. Bo'ldirib uyga qaytqana. Xo'sh. Sirtqa chiqamsiz? Ha, bugun Nuriman opangiz bilan choyga bormoqchi edik. Mijozingiz bo'lmaganligini yetib olsangiz bo'lmamdi. Tunigini kechich qizib chiqdingiz. Doktorxonaga operay desam, unimidingiz. Sizdan ansirab qoldim, opa. Ansirman qizim. Bugungi choyga bormasam bo'lmaydi. Nuriman opangiz bilan maslahatlashadigan ish bor edi. Har az kashqag'idek bo'lsam ishni ching taqab yetingchimi? Ma'qul, opa. Menga deydigan gapingiz bormidi? Bugun bir do'stimning tug'ilgan kuni edi. Bir nechimiz uni uyga bormoqchi edik. Bo'pti, bering. Berib, ko'ngillik o'ynab keling. Mana bu pulga do'stingizga bir narsa bering. Ma'qul, opa. Abida, men mangdim qizim. Kashli baldir kelib ishni ching taqangchimi? Xo'sh, opa. Men asaldan to'ylarga berib baxmasam, meni boshqalar ko'rsa, bu qiz kichiktirib to'yda nima qiladiganda deb qolsa-chi. Bormasam, Alshirning ko'ngliga kelami. Ular bizning urug' tuqqanimiz bo'lsa, opam bilan bag'am bo'lsam bo'ladi. Lekin men bu oyoqni opam mang'il ib qo'yibdi-da. Hechib yarashdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu gul qancha? 35 yuan. Bu gul 50 yuan. Ma gulchi 35 yuan.
Azanroq bermamsiz. 30 yangi beray. Ondan azan beramayman. Ma'qul. Mana. Rahmat. Arzimaydi. Kun lozim bo'lsa yana kelasiz. Canım dostum, bilmeymen. Bekle ciddileşip ketyapman o. Ben sana dep qo'yay. Herkes ciddileşmegin. Qandaqla ish yuz berishdan qat'iy nazar, herkes sirtga chiqma bo'lamdi. Oy, tonish bilishlarni ko'ribmi? Bek ciddileşip ketyaptim. Men seni hayajoningni besib ol dedim-ku Amina. Bunda qilsang hali o'g'lingni ko'yganda o'shandan ketib yiqilib tushmay yana. Assalomu alaykum muhtaram Malika ahli. Nuriman, Aziz qarag'ina. xonimlar, efendilar. Bugun do'stimiz Erkin efendim bilan Dilbar xonimning orzuliq o'g'li Alishirning qutlug' sunnat to'y malika kuni. Bu qutlug' sunnat to'y malika kuniga ajr va ixlos bilan biz kelgan muborak qadamlarga afzallik bo'lg'ay. Bugungi xosiyatli oqshomda har qaysi ustalar o'tirishliq bir-birining aziz, bir-birining qadrdon mehmonlarimiz bilan birga jam bo'lganligimizga chin dilimizdan xursandmiz. Men Erkin efendi bilan Dilbar xonim nomidan ko'pchilik rahmat aytaman. Biraz mehmonlar Erkin efendim bilan Dilbar xonimning orzuliq o'g'li Alishirning mehmonlarga deydigan qanday rahmat so'zlari var ekan, anglab boqaylik. Bugün hammanglarning qimmatli vaqtinglarni chiqarib, xatni to'yimga qatnashib berganinglar uchun ota-onam va o'zimning nomidan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Tövəndə əziz mehmonlarga və meni beqib çoğun qılğan ata-anam, çoğun dadam, çoğun anamlarga təşəkkür eytib, 2 kuplet şeir oxub dəməkçimən. Ecilğan gül ğunçi mən anam bağrıda, tepilğan zor baylıq mən dadam kanıda. Əcir qılıb çoğun qıldı anam həm dadam, cüb qadirdan ümidi məngü yadımda. Hoş gepsiler mehmallar qutlug' to'yimga, ata-onam dastan silib bo'lsin sahib xat. Xushal xo'ram o'ynab kulish sizga yor bo'lsin. Xudo qilsin mehmonlarni mangulik omon. Alishir. Ular oğlumun ismini Alishirga o'zgartirib ketgan. Maktablardan uni surishtirib topolmasligim bekor emasdi. Voy, qara Amina. O qiz, sening qizing emasdi? Ha? O bu yerda nemish qilsan? O'zing bilsan, uning cho'q qizlardek yasin vaqtini ko'mamdigan. Bu zahdi qandaq gap. Bo'ldi. Men borgan sari hech nimani tushunmay qolyapman bu. Abida qachondan yoqqa ular bilan tanishib olgan. Muborak bo'lsin ukam. Sen uzun umr va baxt tilayman. Oddiy bo'lsin bu sovg'ani qabul qilgan. Rahmat ocha. Sizning kelganingizdan juda xush oldum. Siz meni rostdan xush qilib o'tdingiz. Rahmat. Arzimaydi ukam. Men qaytay. Bu yer o'zim yolg'iz kelgan. Shon baldiraq ketmasam bo'lmaydi. Xushamsan. Abida ocha, birdan o'ltirsangiz umamdi. Hech bo'lmaganda tomoq yeb ondan mavzungizmi bo'ladi bu. Keyin ko'rishaylik. Qo'ykam. Bu qanday mumkin bo'lsin? Uning ustiga bu qizning ismi Obida ekan. Qizimni 5 yosh vaqtdan keyin ko'rib boqmasam, balki boshqa qolarman. Men ba'zi ishlarni tushungandek bo'lyapti. Aslida qizim doim gapini qiladigan Alishir. Dal uning o'ksi mening o'g'limga emasmi? Ular bir-birining o'z qarindoshi ekanligini bilmaydik. Ammo ular bir-biriga shuncha ijil o'q qopdi. Tavba. Açımga dargıça çekmenim sayetim, çekmenim sayetim. Saysan cemiyatim, seyyarim, can ettim, aşiyarim, yad ettim. Beşimden bir tağını elib etkendek acep yeniklep kaldım ha. Yeni mi kira oğlum? Qanday to'yingdan rozi bo'ldingmi? To'ying qiziydimi, ha? Yo'q, qizidi.
Dilber, hanim bo'lsa to'yimiz hali qizida, ha? Ha, shunda qizidi. Aziz mehmonoz kelgan tursa, qizmay qolamdi. Nima deyapsiz? Qaysi aziz mehmonim ekan o? To'la bilmas bo'laman, ha. Ko'zlaringizning yig'i eqib ketgich qarganni ozdab, keyindan yugurib chiqib ketgil tas qolgan hel noynaqni da'vatman. Tova. Hozirgi zamonning qizlari nima degan yomon, ha? O'qishni o'qimay, nədiki ot bo'zdek odamning keyinda yurgan. Hey, o'zing nima deyotganligini bilamsan? Menchi, tozobdan bilaman. Tilga bosam bana. Sening nima demoqchi ekanligingni endi tushundim. Xijil olmay shundoq gapni og'zingdan chiqaryapsan? Ha, sen xijil olmay ko'chada qolgan nimalarning keyinda yursang bo'ladi ekan-ku. Men deyishdan xijil bo'lamdim. O'zing shundoq odam bo'lg'achqa, mening degan gaplarim yig'rimga tegib ketgan o'xshamamdi. Sarang, og'zingni yum. Bu mening qizimdek odam tursa, ha? Bayqab so'zlasan ularniki? O'g'ir gumonxo degan shu-da? Hamma odamni o'ziga o'xshatamsan, ha? Qizidek odammish dexe. Mana sening qizing mana. Sen onunga birer qatim asosingni yo'qitib qo'yg'ich qarab boqqanmisan. Ma to'yni qo'shal-qo'ram tugitib oldim desam, ma qo'yinni qolgan saran ajab nervamga tegdi. Mana sen bir uyga hisoblashima. Sen bilan ketmayman. Sen mush ahvollik bilan birga ketavag'in. Men sana tegib nima yaxshilik ko'rdim. Ahdidan kashkisi ishqinglarning g'ovchiligini qilib, qandoq yaxshiliklarga erishdim. Desizlar mush o'g'limning gapini rost deysan. O'zing birdada turibliq, mush ikki bolani o'xshash ko'zingda ko'rib baqdingmi? Tilingning uchitlib qizim deb qo'ysan, amaliyot sening nazringda ashu nimangdan boshqa hech qanday odam yo'q. Dada qilib gap qilmoq, opam xato tushunib qopti. Apa, xafaman, abida ocham eski qizlardan emas, asli abida ocham. Neftira. Hey, ma balını silkime deyme, balını silkime. U poskining dadbal ishqinglarni o'ziga qartayotgan qandoq kiramit barkendan? Qo'lim tushib qoldigan bo'lsa, nima qilibman ketdan o bir nimani? Hey, aqlidan ozgan sarang. Yo'qol ko'zimdan. Sende gidip zahar qaynaydigan pishniqoni endi ko'ra ko'zim yo'q. Dada, hammani qilgan men abida ochamni chaqirmagan bo'lsam, hech qanday ish yuz bermagan bo'ladi. Hamma gunoh menda. Sizlar yana urushadigan bo'lsanglar, men hargizmi uyga qaytmayman. Sizlarni urush jidallaringlardan joq to'ydim. Alisher! To'xta balam. Alisher! Erkin! Unda qilma o'zimni qo'yib so'rayman. U meni bo'zak qilgani ozdab yana qizimni haqorat qilib yalayman. Uni o'zimni qilgan olsam. Alisher! Alisher! Dada! Erkin! Dilber! Apa! Dilber! Erkin! Kechirib, sizni. Ya! Bu xatarlarni sodir qildim. Ya! Dilber! Men uni yaxshi ko'rib qoldim. Sen Erkinni da'vatamsan? Uni ko'nglimdan chiqarib o'tishim mumkin emas.
yig'laysan? O'tira. Nima bo'ldi? Canım adaş meni kechiramsan. Sen nimandaq bosh oyog'i yo'q gaplarni qilasan? Nima ish mendan kechirim so'raysan? Sana nima deyishimni faqatla bilamayapman. Men shaxsiyatchi, tuz ko'rkanman. Sening do'sting bo'lishga loyiq kelmaydi ekanman. Men sening oldidan sana dushmanlik qilib, baxtimni nobud qildim. Ammo mening shuncha yillardan beri qanchalik vijdon azobi tatqanligimni bilmaysan. Hozir kechikkan bo'lsam-mu, meni tushuntirishimga yo'l qo'ygin. Nima ishqa buncha qattiq azoblanasan? Nurayman, nima da'vatqiningni men faqatla tushunamadim-ku. Menga sen faqat yomonlik qilgan emas-ku. Nima ishqa bunday gaplarni qilasan? Sen bilmaysan Amina. Qilgan ishlarimni og'zimdan chiqarishim petnamayapman. O'zimni pisvilib, gapimning oxirigacha anglashingni umid qilaman. Sen erkimdan juratgan maskinlarda Dilbarni erkimni yaxshi ko'rib qoldi. U menga erkimning muhabbatiga erishmasa, umrining oxirigacha to'y qilmaydiganligini aytgan chaqda. Bechora Dilbariga haqiqatan ichim og'rib ketdi. Qopag'im sirtga ushib ketdi. Men uning bundoq zaiflashib ketayotganligini ko'rib, sadil chidab turamadim. O chaqda aqlimdan ezibdim. Seni nima bo'lib ketishini o'ylab baxmoqdaman. Ilk kuni Dilbar erkak telefon qilib, uningga oltin tog' restoraniga kelib birdan o'tirishib berishni, deydigan ozroq gap borligini aytdi. Erkinmi ko'p o'ylanmayla birdan restoranga keldi. Yaxshimisiz? Keldingizmi? O'tiring. Vaqtingizni ep qo'ymagandiman, ha? Rahmat. Qo'rimlarni aqlashib o'tiring. Ha, bo'ldi. Erkin. Boshqacha o'ylab qolmang yana. Ha, yo'q. Bilmadim nima ish qilgan. Bugun ichim pushib boshqacha bo'lib qolibdimi? Shu banada biror do'stim bilan o'tirib mungtashqim kelib qoldi. Amina mening yaqin do'stim. Sizmi shundaq? Shunga bugun har qanday ishingizni tashlab menga hamroh bo'ling. Bo'lammi? Amina bilan Nurimanni chaqirib olsa bo'pti. Bugun mening siz bilan ayrim o'rtog'im ketib qoldi. Aytga buyurmaydigansiz. Yo'q. Ko'tarib o'taylik. Bo'ldi, ishma. Shuning bilan mashinadan tushib, mushaga kirishimda, ha? Rasman. Shunday. Qo'rimlarni eging. Yaxshimisiz? Telefon urasam bo'ladi. Hey, Aminam. Men erim Erkinning Dilbar bilan qo'l tutishib, oltin tog' restoraniga kirib ketganligini ko'rib qoldim. U ishqisi shu topda ayrim xonaga kirib ketdi. Voy, do'stim, sana deyishga tilim kiyotdi. Ular shu topda bo'lishib ichib, apaq-chapaq bo'lishib ketdi. Sen tezroq kelgin. Hergiz men dedi demeyeceğim. Ben kettim emse. Bo'ldi, ishimsan bo'pti. İşçime.
Amine? Amine? Ameliyatda ulanıp otursa da hiç qandaq iş yok edi. Dilber keladiganini bilgachga qasdan erkinga yaqinchilik qilgan. Erkin nima qilishini bilmay, orasalda bo'lib qolgan ahvolda sen kirib qolding. Undan keyingi ishlarni men xatolik ustiga xatolik o'tkazdim. Ishning bishini boshlab qo'yib, oxirini chiqarsam texib bo'lmadi. Sizlar ajrashib ketib, uzun o'tmay erkinni istab kelib, sening derigingni olmoqchi bo'ldi. Ammo men sening nerligingni unga aytib bermadim. Aksisini yiroq ketdi dedim. Erkin bu gaplarni anglab, bek tushkunlashib ketdi. Aradan uzun o'tmay sen meni Erkin bilan ko'rishib, onunla yarışılış uyuğunun bağlığını ona yetkizishimni o'tinding. Men Erkinni izlamadim. Sana yana yolg'on so'zladim. Amaliyotda Erkinning ota-onasimi yurtiga ketmadi. Bularning hammasini men to'qib chiqardim. Acaba Erkin meni unutib ketmagan bo'lsa, yana nima ish Dilbar bilan to'y qiladi? Sening qaysi gapingga ishonsam bo'ladi? Degan haqini. Sen bilmaysan. Shu kunlarda Erkinning xizmati sirtqa yo'tkalgashga o'g'lingga qaraydigan odam yo'qolib qoldi. Erkin amalsiz qolg'ashqa qaytadan uylandi. Men onda-sonda ularni uyga berib turdim. Erkinni sendan umidini uzdim ekan desam, doim meni ko'zlar seni so'rab turdi. Ammo men bularni sana demedim. Doim sen bilan birga bo'lgan chaqlarimda intayin azoblandim do'stim. Qilgan ishlarimga pushaymon qildim. Vicdan azobi meni yetkich xo'rladi. Shunga oldi bas. Hammani tushundim. Shunga sen menga cho'ng yordam qilib, o'g'limning xatni to'yiga qatnashtirib qo'yib ekansan-da. Odam degan sendanmi o'ta razil emas. Hey Nurayman, sen bilan shuncha yillarni birga o'tkazib, sening bunchalik yuzsizligingni bilmabdiman-ku. Sening nazaringda Dilbar odam bo'lsa, men odam emasman. Men seni azaldan eng yaqin do'stim, sirdoshim, tuqqanim deb bilib toki bugunga qadar sening bunchalik rahimsizligingni sezmay yuribdiman. Sen haqiqatan odam emaskansan. Amina, to'xta. Amina. Men sening kechirishingga arzimaydiganligimni obdan bilaman. Ammo sen yana bir yig'iz gapimni angla. Sen hozirning o'zida qizingni elib, oltin buloq oromgohiga borgin. Erkin seni shu yerda saqlayotdi. Dada kuşkum pek içip gitti. Mening kuşkum açtı. Nuriman apanglar keliman degan. Birdan saqlab turaylar baldiram. Uni saqlamay o'zimiz yeyaversak, sat bo'ladi. Yana ozroq saqlaylar qizim, ha? Ma'qul dada. Ha? Dada, qarang, Obida acham kelibdi.
Nuriman bana aramızda yüzleyen işlerin hepsini teperdi. Aslında o işler ikisinin bir kolluk planlagan oyun iken. Ben bolsam bu oyunu ulanın ko'ngligidek o'rinlatdim. Shuncha yillar ularning chalgan bu usul o'ynab yurganimga qattiq ichinibdi. Men nima kunlarni ko'rmadim. Nima xo'rliqlarni tatmadim. Yininglarda turibman. Siz bilan o'g'limni ko'rishga jur'at qilolmadim. Men haqiqatan axloqga oliy maktabdan tortib bugunga qadar shuncha ishinib kelgan do'stimni bana bundoq qattiq raislik qilishini o'ylabmi boqmabdi. Siz mush Urumchil bormi? Men sizni ishkirga ketdi deb anglashqa izlashga amalsiz qoldim. Shuncha yillardan beri mush shaharda ekanligingizga faqatla ishongim kelmaydi. Kishilar bu dunyoni intayin tor deyishlik. Acaba bizga bu shahar shuncha cho'g'midi? Men sizlarni bakmi sevgandim Amina. Sizlar bilan yuz ko'rishaman deb faqatla o'ylamoqam. Erkin. Amina. Amina. Bu benim kızım mı? Dada. Benim kızım. Dada. Benim periştem. Benim apa kızım. Oğlum. Güle balam. Apa. Yürek var. Canım balam. Beni geçirgin oğlum. Beni geçir. Apa geçirgin oğlum. Apa. Canım balam. Hem de özüm sana yaş karayman balam. Canım bana. Oğlum, kara, bu senin acak. Kızım, çoğun dadınızı yani çoğun apımızı kerip kileyli ya. Bu şaptığız şu ki. Muş maşinaga chiqqandik. Qizimdan kelib. Dadamiz kelgan. Ha, chiqa o'qi. Hovaylanglar, ha? Vah, jep ezgi. Men yüzüge faqat berib boqmagan. Shunday. Bu qatim berib nima ish qilman bilamsiz? Nima ish qilsan? Qachon bu Hey qizim. Qanishni qilalayotgansan? Balarim, va? Kimni chaqiryapsizlar? Vallahi usul ber. Abida. Elola. Buni ichinglar. Buni sirlingizga tushirib qo'ying. Bəxti ana bağrıda, sunmaz gül o ata qoynuda. Mərzənd bəxti ana bağrıda, sunmaz gül o ata qoynuda.
qancha arzu armonga shu baxtga qo'l uzatqanlar yetur qancha arzu armonga shu baxtga qo'l uzatqanlar yetur qancha arzu armonga